Hakim aka, Elliot haqidagi videomizga ba'zilar Elliot ishlamaydi, buni hattoki Elliotni o'zi ham aytgan degan fikr bildirishibdi. Agar siz ham shu fikrda bo'lsangiz, hozirgi gaplarimni diqqat bilan tinglang. Elliot bu faqatgina graffitigi chizmalar emas. Bu bozorning hissiyotlari, ya'ni odamlarning qo'rquvi, ishonchi va eyforiyasidir. Har bir to'lqin bu odamlarning psixologik holati. 5 ta to'lqin yuqoriga bu eyforiya va ishonchning o'sishi. 3 ta to'lqin pastga bu sovuq haqiqat, korreksiya. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik to'lqinlarni fakt bo'lgandan keyin chizadi. Ya'ni harakat tugagan, to'lqinlar shakllanib bo'lgan va siz endi tahlil qilayotganingizda kech qolgan bo'lasiz. Asl savdo esa o'sha to'lqin ichida, bozor hali nafas olayotgan paytda boshlanadi. Elliotni tushuntirish bu bashorat emas. Bu bozor ichida qayerda turganingizni bilish usulidir. 3-to'lqin kuch, impuls, trend davom ettirish davri. 5-to'lqin omma kirmoqda, xavf esa yuqori. S-to'lqin esa katta shubhalar, lekin bu aqlli treyder uchun kirish nuqtasi. Har bir katta to'lqin ichida yana 5 ta kichik to'lqin yashiringan. Bozor chiziqli emas, u fraktal, ya'ni u takrorlanadi, chunki odamlarning hissiyotlari ham takrorlanadi. Videoni Elliotni ishlamaydi degan do'stingizga yuborib qo'ying.